Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qish shakli javhiri. Avtori muhaddis Muhammad Nasriddin Albani. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlığa Şeyh Muhaddis Muhammad Nasriddin Albani'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aqidisi, taharet iliş şekli, namaz okuş şekli cevheri degan kitabıdın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namaz okuş şekli cevheri degan babıda Muhaddis Albani'nin kıskışı tercümalını okuyumuz inşallah. Muhaddis Albani'nin kıskışı tercümalı. Muhaddis Albani Hicriye 1332 yılı, miladiye 1914 yılı Albaniye'nin ilgiriki paytaxtı boğan Ashqodar'da bir kambag'al aile dünya kelgan. Onun dadısı Hacı Nuh Necati İstanbul'da şeriat ilmida o'qigan ve Albaniye'ge alim bulup qaytgan edi. Albaniye atizmning changalig'i tushib ketgandan keyin ularning oilasi Damashqqa hijrat qiladi. Bu yerda Shayx Albani o'zining dastlabki tarbiyalarini tamomlaydi. Ve şu çağdaki mötəvər alimlardan ve dadısının dostlarından Kur'an, tecvid, Arap dili ilimleri, Hanafi mezhebinin fiqhisi ve başka dini bilimden ögünüdür. Şeyh Albani'ga hadis ilmini ügetken ustazi Allame Şeyh Muhammed Ragib Tabbah Şeyh Albani'ga hadis rivayet kılışka izni berdi ve icazet guvahname berdi. Şeyh bu icazetini Muhtasar al-Ulu 72. betide tilga algan. O yine Şeyh Bahçetul Beytar onun isnadi İmam Ahmed ki tutuşudu. Dinmu muşundak icazet algan. Bula Muhammed Şeybani'nin Albani'nin hayatı degan asrida tilga ilindi. Bundak icazet fakat hadis ilmide nihayeti yaxshi natija algan, nihayeti ishonchlik hadis rivoyat qilsa bo'ladi deb qaraldiganlarga beriladi. Bu ijozetning bir nusxasi hozir uning o'quvchisi Ali Hasan Halabi tarafidan saqlanmoqda. U dadasidan yana soat yasashni va remont qilishni o'rgangan edi. Ko'p o'tmayla u bu sohada pishib yetilishga boshlaydi. Ham shuningdan foydalanib azroq kerim qiladi. U 20 yosh atrofida Al-Manar jurnalida e'lon qilingan maqolalar bilan hadis ve onunla aloqador ilmlarda bara ko'z ko'rinishga boshlaydi. U hadis sohasidagi xizmatini Hafiz al-Iroqiyning al-Mughni al-Mahlil asfar fi tahrij ma fil ihya min al-akhbar degan donliq asriga sharh yezish bilan boshlaydi. U hadis ve onun şahçı ilimlerge içkirilep kirmekçi boğanda dadısının karşılıqqa uçuraydı. Onun dadısının kütüphanasida hadis ilmiga aloqador kitaplar köp emas bulup, asasen Hanafi fiqhisiga ait kitaplar bilan to'shqizilgan edi. Albani'nin kitap setilishga qurbi yetmaydi. Şunu u Damashqdagi donliq kütüphana Al-Maktaba Az-Zahiriyyadan bazı çağlarda kitap buruşlardan kitaplarını ariyetga ilib ko'ratdi. Hadis ilmi uni o'ziga butunlay jalb qilib oldi. Shuning bilan u hadis o'rganishga 5 yillab kirib ketdi. U ba'zi chaqlarda do'konining eshigini taqab qo'yib, u da 12 soatlab kitob ko'ratdi. Faqat namoz uchunla ishini to'xtatib sirtqa chiqardi. Hatto tamoqni unutib qoladi. Faqat yeniga azroq ichimliklar qo'yib oladi.
Kütüphana onun tədqiqatını xatircəm elib verişi üçün ayrım bir öy ajratıb berdi. Yana onunğa kütüphana açılışdan burun kelib kitap görüşü üçün kütüphananın açqışıdan birini berdi. O şu yerdeki ayrım işxanasıga atigandili kirvasa taki Eyshadan keyingicha şu yerde bo'latdi. Mushu mezgilda o nurg'unlagan esil asarlarni yezib chiqdi. Bu asarlarning ba'zilari ta hozirgacha kitobxonlar bilan yuz ko'rishgani yo'q. Shayx kishilarga tavhidni taqitish va sunnatni umumlashtirish jarayonida nurg'unlagan qarshiliklarga uchraydi. Lekin u bularning hammasiga savrchanlik bilan muomala qiladi. Uni Damashqdagi nurg'un mo'tabar ulamolar qo'llaydi va uning xizmatini davomlashtirishiga kuchli madad berdi. Bulardan Shayx Bahjatul Bayjar, Shayx Abdul Fattah va Tavfiq Barzax rahimahulloh qatorliqlar bor edi. Keyin u o'quvchilar va universitet muallimlariga aqida, fiqh, usul va hadis ilmidan dars o'tishga boshlaydi. U yana Suriya va Iordaniyaga da'vat uchun atlandi. Shayx o'zi uzundan beri ko'rishni orzu qilib kelgan hadis ustozi Ahmad Shokir bilan ko'rishdi va uning bilan hadis ilmi to'g'riliq nihoyat qizg'in suhbatlar bo'ldi. Shayx doim o'zining kichik vaqtlaridagi nihoyat namratlik ichida o'tgan hayotini eslab qolardi. Bu doim ko'chadagi tashlab etilgan qog'oz parchalari bog'oqchilardan tortib yig'ib olib, uni hadis xotirlashga ishlatdi. U yana doim kishilar ishlatib tashlab o'tgan qog'oz parchalarini setib olib, akilib ishlatdi. Uning hadis sohasidagi bir qancha kitobi nashr qilingandan keyin Shayx Madinada yangi qurilgan Al-Jamiatul Islamiyya, ya'ni Madina Islom universitetining hadis fakultetida hadis ilmidan dars o'tishga taklif qilindi. Hijriyaning 1381-yildan 1383-yilgacha, milodiya 1961-yildan 1963-yilgacha bo'lgan muddatda u ham maktab boshqarish hay'atining a'zosi bo'lib turdi. Ondan u burun qilayotgan xizmatlarini qaytadan qo'lga oldi. Dukkanini inisiga o'tkazib berib, o'zi maktaba Az-Zahiriyadagi xizmatini davomlashtirdi. U da'vat xizmati bilan Qatar, Misr, Kuvayt, Arab Birlashma Xalifaligi, Ispaniya va Angliya qatorliq davlatlarga bordi. Bu jarayonda u nurg'un qitim ko'chishga majbur qilindi. Suriyaga, Suriyadan Iordaniyaga, ondan yana Suriyaga, ondan Beyrutga, ondan Arab Birlashma Xalifaligiga, ondan Omonga, ondan Iordaniyaga ko'chishga majbur bo'ldi. Uning hadis ilmida yozgan asarlari 100 parchadan oshdi. Umum qalam tavratgan kitobi 300 parchaga yetdi. U Hindistonlik ulug' hadis olimi Nasaining Sunan Kubroga va Mizzining Tahfatul Ashrafga sharh yozgan Shayx Abdussamad Sharfiddin bilan uchrashdi. Keyin ular davomli xat orqali aloqalashib, o'zlarining hadis ilmi to'g'risidagi qarashlarini almashtirdi. Bir qitimlik xatida Shayx Abdussamad Shayx Alboniyni shu davrdagi eng ulug' hadis olimi deb qaraydiganligini aytgan edi. Uning o'quvchilari nihoyat ko'p. Ularning ichida dangliqroqlardan Shayx Abdul Muhsin Abbad, Shayx Robi Madali, Shayx Hamdi Abdul Majid, Shayx Muhammad Eid Abbasi, Dr. Umar Sulayman Ashqar, Shayx Muhammad Ibrahim Shaqrah, Shayx Muqbil ibn Hadi al-Wadiya, Shayx Ali Khushkhan, Shayx Muhammad Jamil Zainu, Shayx Abdurrahman Abdussamad, Shayx Mashhur Hasan, Shayx Ali Hasan Abdul Hamid al-Halabi, Shayx Salim al-Hilali,
Şeyh Muhammed Musa Nasr ve Şeyh Hüseyin Avayişe, Mahmud Mahdi İstanbuli qatarlıqlar bor. Şeyh Albani tahqiqlagan hadis kitoblardan Sahihul Buxoriy, Sahih Muslim, Sunanu Abu Davud, Jami Tirmizi, Sunanu Nasa'i, Sunanu Ibn Majah, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Huzayma, Sahih Adab Mufrad, Sahih Targhib, Sahih Jami, Mishkat Masabih, Riyadus Salihin qatarlıq məşhur hadis kitapları. Özü toplagan hadis kitaplarından sahih hadisler, zayıf hadisler ve yalgan hadisler qatarlıqlar. Fiqh kitaplardan takbir tahrimadan salamgacha xuddi sen körüp turgandek Rasulullah'ның namazı. Bu kitap miladiye 1946 yılı yazılgandan keyin muallif bu kitapның şerhisini qayta yazgan bulup 1200 bettin artıq. Pak sünneti toy edepleri, cenaze hükümleri, Müslüman ayalının kiyimi, çalgı asbablarının haramlığı qatarlıqlar bor. Albani to'g'riliq yaqinqi zamondagi salafiy peshvolardan fazilatlik Shayx bin Baz rahimahullohning munu so'zi yetarlik. Bu asrda yer sharida Albanidek hadis olimini ko'rib boqmadim. Hayotida 30 mingdan ko'proq hadisning isnodini tekshirgan va sharh yozgan. 60 yil sunnatni tekshirish, o'rganish va uni yeyish bilan mashg'ul bo'lgan Shayx Albani 4 ayolidan 13 farzandidan ayrilib, Hijriyaning 1420-yili Jamadiyal oxirining 22 kuni, miladiya 1999-yili 2 oktyabr shanba 87 yoshida olamdan o'tdi. Allohdan uningga rahim qilishini tilaymiz. Amin.